Ha bu. Doringni tortib olib, o'ylanib o'tiribsan. Ha. Ertaga tomosham bor edi. O'shanga tayyorlanayotgandim. O'ta olarmikanman, yo'qmikan, shuni o'ylayotgandim. Ha, birinchidan. Mana bu arqoning ancha qalin. U yerdagi arqon bundan 10 barobar. Ha yo'q, 20 barobar ingichkaroqdir balki. keyin. Mana bu qo'lingdagi tayog'ing ancha yengil. Bu yoqda qanaqa yuking bo'ladi bilmaysan. O'shaning uchun hozirdan og'irroq yuk bilan tayyorlanganing yaxshi. Yana o'tayotgan payting yiqilib tushmagin deyman-da, polvon. Ha yana. Arqonni qalin yoki ingichka bo'lishi iymoningga bog'liq. Keyin Bu imkoniyat bir marta beriladi. ya'ni arqon ustidan bir marta o'tasan. O'shaning uchun yaxshilab tayyorlan. O'zi mana shu dor haqida gapirdimi? Sen urgur.